Odatdagidan ko'ra ko'proq adashdim. Rekvizitorlarni xatosini deb, shu sahr bo'lib qoldim deb o'yladim. Kalit qani? Shu yoqlardan kelgan bo'lsang, chiq. Hayolingizga keltirmagan narsani ko'rasiz. Qani? Просто stulni olib chiqib olib ketish kerak bo'lsa, men o'zim tayyorman-da. 92. Mana 92. Odamlarning farosatsizligini biz oyna sifatida ko'rsatib berganmiz. Yer ruxsorasini yemsin. Bu yil kuzda konserti yo'q, shuning uchun bu yilgi hazillarimizning energiyasi 1 yilga yetishi kerak. O'zim yorug'siz. Hozir konsertdan oldin hammamizning kayfiyatimiz yaxshi. Konsertdan keyin chiqsa yaxshiroq kayfiyatda bir-birimizni chin dildan quchoqlab tabriklash nasib. Damasqulab jamoasida vaziyat qanday? Kalit qani? Viza olish hozir qiyin. Birinchi kun juda ham katta hayajon bo'ldi. Juda katta hayajon, ya'ni chunki birinchi sahnada chiqish mas'uliyati bundan oldin ta'kidlab o'tdim bu narsani. Lekin uchinchi kun o'rganib qoldim. Komanda juda ham zo'r, hamma qo'llab-quvvatlaydi. Komanda bo'lib o'sha дружный bo'lib ishlaymiz. Mana siz faqat o'sha ijro bilan qatnashyapsizmi yoki bu yoqda rol ham beriladi sizga? Ham ijro, ham rol. Такой mix. Xonanda sifatida rol ijro etishni qanchalik uddalayapman deb o'ylaysiz? Kamchiliklar menimcha bo'lyapti, chunki sahnaga chiqqanimda qo'shiq aytganimda ham bunaqa ideal aytib bermayman deyolmayman. O'sha o'zimda qilgan xatolarimni ko'rib, har kuni undan keyin ishlashga harakat qilaman shunda. Lekin aktyorskiydan kelganimda sразу, например, o'sha komandadoshlarim borlar, Shahlo, например, Nozima menga aytibdi, что mana bunaqa emotsiya qilish kerak, mana balandroq gapirish kerak, например. Do'roniki ham aytib, o'sha hamma xatolarimni to'g'rilab turdilar. Lekin o'sha sahnada rolga kirib, prям o'qituvchini obrazini menimcha uddalayapman. Muxlislar tomonidan qanaqa qabul qilyapti? O'zga amalga kelayotganlaringizda. Masalan, kстати, вот qo'shiq aytish sahnada bu boshqacha, lekin sahnada rol ijro qilish boshqacha ekan. O'sha aynan muxlislarni kulishini eshitib, o'sha qo'llab-quvvatlashligini eshitib, o'zimni rolga sho'ran chiqishib ketyapman. O'zimga juda ham yoqyapti. Menimcha muxlislarga ham manzur kelyotgan bittaman. Qo'shig'ingiz mana jonli aytishga nisbatan qiyinroq. U qanchalik o'shani yopib keta olyapsiz o'sha tomonlarini, qo'shiqlar. Juda ham yaxshi savol, chunki sahnaga chiqishdan oldin avvalambor birinchi hayajon bo'ladi. Hammasida qo'shiq mobaynida движениyalar ham qilishimiz kerak qizlar bilan. Ashula aytayotganimda, mana bunaqa движение qilish kerak, hozir mana o'tirish kerak, mana bunaqa tonalность deb hammasini o'ylab to'g'ri qilishga harakat qilyapman. Juda qiyin emas-u, lekin o'sha hayajonni to'g'ri направить qilgan holda yaxshi chiqarib berishga harakat qilyapman. Lekin o'zim uncha yaxshi eshitmayapman. Вот, но вроде бы storieslarda ko'rganimda yaxshi. Bu yilgi tematika, bu yilgi chiqishlar ko'proq qanaqa sahnalar asosiga qurildi? Bugungi tematika shu har doimgidek ijtimoiy mavzularga ko'proq qurildi. Har bitta sahna ko'rinishida ijtimoiy muammolar bor. Shuna atrofiga qurilgan. Masalan. Хотя бы bittasini sal ochiq qiling. Masalan, farosat haqida sahna ko'rinishga qo'l urganmiz. Unda ham shu odamlarning farosatsizligini biz oyna sifatida ko'rsatib berganmiz. Masalan, bittasi shu. Sizningcha mana shu bugungi umuman o'zi konsertni eng kulminatsion sahnalari qaysi mavzularda bo'lyapti? Ya'ni muxlislar eng zo'r qabul qilayotgan mavzular. Eng zo'r oxirgi sahna ko'rinishimiz. Bunda oxirgi sahna ko'rinishimizda 3 ta janr, ya'ni teatr, rock hamda sirk nomer 3 ta nomerni bitta sahnada birlashtirganmiz. O'sha sahna ko'rinishimiz muxlislarga yoqyapti. Mana siz o'zingiz ham chiqib, ssenariy navis o'zingiz ham chiqib sahnada rol ijro etasiz. Aynan mana millionda o'tgan safarning konsertida siz bitta sahna ko'rinishingiz juda ham ommalashib ketdi. Shu restorandagi mijoz. Shu sahna ko'rinishi haqida gapirib bersangiz, qiynalmadingizmi so'zdan aytishda? Bu sahna ko'rinishiga qiyinchilik bo'ldi. O'sha konsertga 3 kun qolganda men 2 oy davomida umuman boshqa ovqatni yodlaganman. Keyin akamiz bor, Umar aka, Qo'noqlar Uzuqolar assotsiatsiyasi raisi, ular kelib noto'g'ri ulangan bu ovqatning nomi.
ya'ni ruscha terminlatsa mashinani noto'g'ri talaffuz qilyapsan deb boshqatdan yozib berganlar ovqatni. 3 kun qolgandan keyin boshqatdan yozilgan. Ular shunaqa qilib, lekin muxlis tomonidan yaxshi olqish bo'lgandan keyin yanada yaxshi bo'lgan. Hatto Ma'ruf akam yoqibdilar. Ha, Ma'ruf aka Mana bilamiz, konsert jarayonida ssenariy bo'ladi, lekin o'sha birinchi kundagi emotsiyalar, umuman fikrlarga qarab nisbatan baribir o'zgaradi. 100% lik repetitsiya, 100% konsertdan necha foizi qoldi, necha foizi o'zgardi? deyarli hech narsa ketdi. 85-90% qoldi. 3,5 soat konsert bo'ladi birinchi kun. Hozir 3 soat adashmasam. Xo'p, Tailandda massaj $100. Albatta bu men uchun juda ham hozirgi kunda ham mas'uliyatli, ham xursandchilik, sababi 12 yillik tanaffusdan keyin muxlislarimni men ham sog'inganman ular kabi. O'ylaymanki, bu boshlanishi, hali ularni ko'p sovg'alar kutyapti men tarafdan. Konsertlarimiz va umuman olganda mana shu o'z yurtimga qaytishimga sababchi bo'lgan inson Davron Kabulovga shaxsan million jamoasiga kattadan katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sababi mana shular sababchi bo'lib O'zbekistonga, o'z yurtimga qaytdim. Mana Xalqlar do'stligi san'at saroyining sahnasini juda ham ko'pchilik juda ham qadrli va ulug' deyshadi. Albatta. Konsertning birinchi kunida nimalarni his qildingiz o'sha sahnada? Endi bilasizmi, men o'zimni xuddi o'sha 35 yil oldin birinchi marta sahnaga chiqqandek shunaqa his-tuyg'ularda bo'ldim. Sababi bu haliga aytganimizdek 12 yillik tanaffusdan keyin bo'lgan narsa. Shuning uchun bu ham mas'uliyat, ham xursandchilik. Sizni muxlislaringiz uchun juda ham qiziq. Otabek Madrahimov O'zbekistonda butunlay qolib ijod qiladilarmi? Albatta shu yerda ijodimiz bo'ladi. Endi nima deydi? O'ylaymanki, har yili yangi konsertlarimizni beramiz. Demak, ijod davom etadi. Albatta. Nafaqat sahnadagi, balkim kinodagi rollarimiz ham hammasi davom etadi. Yangi qo'shiqlar, yangi asarlar ustida ishlayapti. Albatta, hozir mana dekabr oyida bizning yubileyniy konsertimiz bo'ladi. O'sha konsertga tayyorgarlikmiz. Quloqiga tepyapti. O'zim men anchadan beri xohlayotgandim. O'sha 3 yoki 4 yildan beri tushmayman konsertlariga. Ichimdan shunaqa niyat etdi. Qaniydi men ham shu sahnaga chiqib, professionallar bilan rol o'ynay. Bilin shu kun keladimi, yo'qmi deb o'ylaganman. Bu yil ularni taklif berayotgan odam telefon qilyapti. Men aytdim, Rom aka dedim, agar shunaqa iloji bo'lsa, vdруг ularga запасной aktyor yoki sahnaga chiqadigan dekoratsiya, просто stulni olib chiqib olib ketish kerak bo'lsa, men o'zim tayyorman dedim. Ertasi kuni уже kosmos jamoasi menga telefon qildi taklif berdi. Biz bilan birgalikda sahnaga chiqasizmi? Конечно, chiqaman deb sразу anaqa roziligimni berdim. И вот уже ikkinchi kun biz chiqamiz sahnaga. Sahnadagi rolingiz qanaqa? Maktab o'quvchisimi? Da, men shahardan qishloqqa kelgan maktab o'quvchisi. Qishloqda endi o'qiyman o'zimni sinfdoshlarim bilan. И вот o'shalarning kollektiviga men o'zimni как-то такой нативно qo'shtirishim kerak bo'lar ekan. No zo'r, menga yoqdi. 10 kun 4000 ta muxlis qarshisida rol ijro etish, birinchi marta katta sahnaga chiqishingiz bunaqa katta jamoa bilan qiyinchiliklar bo'lyaptimi? O'zingiz aniq kamchiliklar sezayotgandirsiz, zavqli tomonlarni deb o'ylaymanki, yo'q, men полностью
shu jamoamni va Davron akamni maslahatlariga kiribman. Agar nimadir yutuq bo'lgan bo'lsam, ular birdan menga spokойно, hech kim menga baqirmayapti, asosiysi shu. Urishmayapti ham, prosta aytyaptilar. Men bitta masalan ozgina yuzingni ochib o'ynagin yoki muxlisaga qarab o'ynagin, chunki men baribir o'rgandim. Agar men qo'shiq aytayotgan paytimda sahnani ustida yuraman deb bu tarafdan bu tarafga yuraman. Bu yerda faqat turib muxlislarga qarab o'ynash kerak bo'ldi. Atar qiyinchiliklar yo'q. Jamoam yaxshi, hammasini tekis menga tushuntiryapti. Men ham gaplariga va maslahatlariga kirib turibman. Yer ruxsorasini yemsin. Konsertdan keyin zavq his qilinadi, chunki charchoq endi uyiga borganda bo'lishi kerak-da. Shukur Burxonov farzandlari adashmasam o'tib qolganda chiqib spektakllarni o'ynab, keyin uylariga ta'ziyaga borgan ekanlar. Shu jihatdan olib qaraganda yumoristlarni vazifasi ikki hissa og'irroq. Qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar bugun odatdagidan ko'ra ko'proq adashdim. Konsertdan oldin bitta voqea bo'lib qoldi. Sahnaga chiqib kelishim kerak bo'lgan holatda rekvizitorlarning xatosini deb men o'yladim, shu sahr bo'lib qoldim deb o'yladim o'sha moment. To'g'risi, ochiq gap aytaman, ovozimni ham yo'qotdim. Sahnada rekvizit qolib ketib qoldi. O'sha narsani olib chiqib ketish kerak bo'lgan odam uquvsizlik qilganda u yoqda. Va buning natijasida bu endi men ham temirdan qilinmaganman. Ruhiy holatga juda qattiq zarba bo'ldi. Umid qilamanki, tomoshabinlarga sezilmadi bu narsa. Mana hozir 3 soat konsertda ozgina ko'p emasmi? Ijodkorlar uchun ham, muxlislar uchun ham. Bir marta 1 soat 57 minut qo'yganmiz, o'shanda kam deyishgan. 1 soat qo'ydik, endi ko'p deyishyapti. O'sha bitta gap kam, ikkita gap ko'p deydi-ku, shunaqa holati. Lekin imkon darajasida o'sha hamma mehnat samarasi hisoblangan hamma sahna ko'rinishlarini olib chiqishga harakat qildik. Tomoshabinlarimizga bir konsertni boshida ham aytdik-ku, haligi to'liq dasturxonni bir yozamiz, katta dasturxon yozmoqchimiz deb. Kelgan tomoshabinlar maza qilib o'shani porsiyasiga to'yib chiqib ketishsin, chunki shu matbuot anjumanida ham ta'kidlab o'tganimdek, bu yil kuzda konserti yo'q. O'shaning uchun bu yilgi hazillarimizni energiyasi 1 yilga yetishi kerak. Bu yoqda mana bunaqa masala bor-da. Otabek Madrahimovni O'zbekistonga qaytarish masalasi bor edi, keyin litsenziya masalasi bor edi. Shu jihatdan olib qaraganda O'zbekistonga qaytgan edilar, lekin o'sha muayyan bir qiyinchiliklar bor edi. O'sha formalnostlarni ortda qoldirib, sahnaga olib chiqa olganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa, faqat Amerikadan olib kelmayapmizmi? Rossiyadan Sakdiyani keldi. Shuning uchun imkon darajasida agar biz ularni sahnaga qaytishiga sababchi bo'la olsak, biz bundan faqat xursand bo'lamiz, chunki bunaqa masshtabdagi ijodkorlar ijod qilish kerak deb o'ylaymiz. Mana konsert so'ngida ko'rdik videolar orqali to'g'ri ma'noda million o'ziga raqobatdosh bo'lgan qaysi ma'noda jamoani, dizayn jamoasini, uni mas'ul ijodkorlarni yodga oldi. Bu hamma jamoaning ham qo'lidan kelavermaydi. Dilshod akam jamoani qolgan a'zolari bilan ham juda yaxshi munosabatda edilar. Men bilan boshqacha aka-ukachilik yubordi. 2012-yil sinimni uzatayotganda, yakka-yu yagona sinimni uzatayotgan paytimda Millionning o'sha paytdagi tarkibini a'zolari, QVZ terma jamoasidagi qolgan a'zolari kelishidan oldin Dilshod akam kelganlar. Ya'ni keyinchalik men bilan Millionda jamoadosh bo'lgan yigitlardan oldinroq Dilshod akam kelib, nima xizmat, nima yordam deb. Men o'zim uylanganimda to'yimda ham shunaqa birinchilardan bo'lib kelib turadigan odam. Ana oila a'zolarim bilan, otam bilan, onam bilan juda bir boshqacha bir o'g'ildek bo'lib ketgandilar. Shu jihatdan olib qaraganda Dilshod akamni masshtab jihatdan qaraganda ham, misol uchun kulgu san'atida sezilarli figura bo'lganlar. Men qo'rqmasdan ayta olaman, Million jamoasida eng aktyorskiy kuchlilardan bittasi edilar deb ayta olaman. Va bunaqa ijodkor yo'qotilishi bu san'atimiz uchun, haqiqatda kulgu san'ati uchun katta judolik deb bilaman. Ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, oilalari, farzandlariga sabr tilayman va farzandlarida hayot yo'llari davomida qanaqa iloyim bo'lmasin, qanaqadir qiyinchilik boshqa paydo bo'ladigan bo'lsa, bilishsinki shaharda ularning otasini bitta ukasi bor, har doim menga murojaat qilishsa, eshigimiz ham ochiq. Buni bu balandparvoz gap hozir qarshimda 4 ta mikrofon turgani uchun aytmayapman. O'sha akamizni vaqti kelganda biz uchun qilgan jonkuyarliklarini bir qismini bo'lsa ham qaytara olsak, o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Xudo xolasa.
har bitta konsertda o'zini dominantlari bo'ladi. Ya'ni bu xoh konsertdan oldin bo'lsin, xoh o'sha jarayonda bo'lsin, bu yilgi favoritlar kimlar bo'lyapti sizningcha? Endi Ma'ruf bilan Mo'minni ta'kidlashimdan menimcha foyda bo'lmasa kerak, chunki ikkalovi millionni allaqachon yetakchilariga aylanib ulgurishgan. Men eng xursand bo'layotganim misol uchun Sarvarni hozir ketishida. Kimgadir sezdirib, kimgadir sezdirmasdan juda yaxshi ketyapti-da uni yo'li. Bundan tashqari Asl ham bu konsertda yaxshi ochilyapti. Xudo xolisa men o'ylaymanki, Asl yana ikkita konsertdan keyin Mo'min akasi Ma'ruf akasiga yordamchi bo'la oladi. Xudo xolisa. Bugun konsertning 3-kuni ko'nglingiz to'lyaptimi konsertda? Agar 100% shkala bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 85% ko'nglim to'lyapti. 100% hech qachon bo'lmagan. Menimcha Millionni tarixidagi eng yaxshi konsertlardan biri bo'lyapti, zallar reaksiyasiga qaraganda. O'zi hozirgi paytgacha eng muvaffaqiyatli konsertingiz qaysi bo'lgandi? Endi buni muxlislar baholaganlari ma'qul. Ko'pchiligi 2017-yilgi konsertni misol qilib keltirishadi. Yana o'tgan yilgi bahordagi konsertimizni ham juda ko'p maqtovlar eshitamiz. Bizi uchun haligi bittasi yaxshi, bittasi yomon deya olmayman. Chunki hammasi uchun 3 oydan oshiqroq mehnat qilinadi va u bolangizga aylanib qoladi. Kimdir aytishi mumkin, misol uchun oilada 5 ta farzand bo'ladigan bo'lsa, ichidan bittasi otilib chiqishi mumkin. Lekin ota-ona uchun qolgan 4 tasi ham o'sha kabi bo'ladi-da. Shu jihatdan olib qaraganda, misol uchun bizni birinchisini, ikkinchisini ajratmaymiz. Har bittasini o'zini hikoyasi bor, har bittasini o'zini mashaqqati bo'lgan va har bittasini o'zini lazzati bo'lgan. Shu jihatdan olib qaraganda har bittasi biz uchun qadrli, to'g'risi. Bu